O'rtoqlar, hammaga xayrli kun. Bugun sizlarga Nisho's Collection'da polni shimlarni obzor qilib bermoqchiman. Chunki mana shu shim kiyib olganim bor-ku, 100 ming so'm atiga tasavvur qilsam, 100 ming so'mlik mana bunaqa shimni look qilib kiyib olganman. Kelinglar, bittalab mana bu shimlarimiz sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Hammasi Xitoydan kiritilgan novinka shimlarimiz, aralash narxlarda chiqarganmiz. Bu yoqqa tordigilarni, skidkadagi shimlarimizni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana bu toshlilarni qaranglar. Mana qaranglar, narxlarini 140 ming misol uchun mana shu hammasini bundoq qo'limga ilashganini aytib ketaveraman. Xo'p, bu ham 140 ming qizlar. Mana bu ham 140 ming bo'lishi kerak. Вот, ko'rasizlar, modniy shimlarimiz hammasi. Mana bunaqa ranglilari bor. U yoq tarafda modniylaridan bor, yana hali har xillaridan. Misol, mana bu shimlarimiz ham 140, qaranglar. И также bu yoqdagi ko'p shimlarimiz ham asosan skidkaga tushgan shimlarimiz desam ham bo'ladi. Hop, men bilan ham 140, 100 va shunaqa atrofida bu yoq qatordagi shimlarimiz. Undan tashqari bu yoqqa kelinglar-da. Endi men sumkachalarim bundoq osib olib, takoy obzorchan qilib beraman desizlarga. Bu yoqda ham modniy shimlarimiz bor. 140, 195, 190 har xil narxlarda chiqargan yubka shimlarimizni ham ko'rsanglar bo'ladi. Undan tashqari narigi tarafi ham bitta ko'rsatib oling. Rasvetka ko'pda. Har bittasini sizlarga ko'rsatib ulgura olmayman. Shuning uchun 100 ming so'mdan boshlanadi. Jinsi shimlarimiz kelib, o'zingizga yoqqanini olib ketsanglar bo'ladi. Undan tashqari bu yerda koftochka, rubashkalarimiz kirgan. O'shanga moslab ham kiyib olib ketaverasizlar. Hozir men bitta jinsi отдельно obzor qildim sizlarga. Endi tasavvur qilib, bu yerda nechta riyatimiz bor. Kevrasizlar.